Kriptovalyutada 3 ta qo'pol xatoni anglab yetishim uchun 4 yil vaqtim ketdi. Bugun sizga 1 minutda ana shuni o'rgataman. Demak, birinchi eng qo'pol xato pulim bo'sh turmasin deb hamma pulga kriptovalyuta sotib olish. Ya'ni go'yoki hamma futbolchilar bilan hujumga o'tish kabidir. Agar narx tushib ketadigan bo'lsa, sizda hech qanaqangi resurs qolmaydi. Natijada uzoq vaqt katta minusda qolasiz. Ikkinchi qo'pol xato hamma pulga bitta kriptovalyutani sotib olish. Bu ham juda ham qo'pol, sababi o'rtoqlar. Agar o'sha kriptovalyuta delisting bo'lsa, ya'ni savdodan olib tashlansa yoki keskin narxi qulaydigan bo'lsa, butun boshli depozitingiz katta zarar ko'radi. Go'yoki bitta oyog'i bor stol, agar oyog'i sinsa birdaniga yiqiladi. Lekin 15-20 ta oyog'i bor stol esa qolgan oyoqlariga suyana oladi. Shuningdek, uchinchi eng qo'pol xatolardan biri kriptovalyutada narxi ko'tarilgandan so'ng foydani olishni kechiktirish. Maslahatim, agar siz kriptovalyuta sotib olgan bo'lsangiz va uni narxi 2 barobarga ko'tarilgan bo'lsa, kamida yarmini sotib, o'zingizni riskdan xoli zonaga o'tkazishingiz mumkin. Aks holda ko'rgan foydangizni ham yo'qotib qo'yishingiz mumkin, chunki narx doim bir xil o'smaydi. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib yaqinlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang.